Dalaga o'g'it sepish oson ish emas. Har bir sepilayotgan o'g'itni shamol uchirib ketishi mumkin. Qo'l bilan sepilsa notekis tushib qolishi mumkin. Soatlab gektar uchun vaqt ajratishingizga to'g'ri keladi. Notekis sepilgan o'g'it hosildorlikni kamaytirishga olib keladi. Bir tarafga hosilni o'g'it yetib boradi, bir tarafga yetib bormasligi mumkin. Natijada qo'shimcha xarajat, lishni asab buzarchiliklar paydo bo'ladi. Astar urug' sepish uskunasi, ya'ni bizning tilda enrug' hisoblanadi. 100% urug'ingizni teng taqsimlab beradi. Turkiyada ishlab chiqarilgan mahsulot hisoblanadi. 600 litrlik, bir diskli, kichik va o'rta dalalar uchun 800 va 1 tonnalik katta dalalar uchun to'g'ri keladi. Bu enrug' uskunamiz har bir gektar joyda 3-4 barobar tezroq o'g'itlaydi va 20% gacha bo'lgan o'g'itni tejab qoladi. Va eng asosiysi 80 va undan ortiq otishlik traktorlar bemalol olib buni dalada harakatlansa bo'ladi. Bu enrug' uskunalarimizni Agrota Holdingizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar.